Oshqozonimni kestirib, dieta qilmayman, maza qilib ozaman deyishadi. Ya'ni bu bunday korreksiya qilish kerak, bu bunday korreksiya qilish kerak. Yaqin insonim operatsiyadan 3 kundan keyin nekroz bo'lganlar. Ko'kosh o'z hajmini hech qanday plastik jarrohlik amaliyotlarisiz yana holatiga keltirsa bo'larmidi? Teri odatiy terizday bo'lmaydi. U qorni ochib ko'rganingizdan keyin juda ham katta nekroz o'rnini, chandig'ini ko'rasiz. Aniq bilamanki, Ko'kosh meni qo'limga tushganda men unga bir oyning o'zida shunaqa zo'r rezultat olib berardim. Men 10 kilo vazn tashlab, qisqa fursatda 20 kilogramm yig'ib olaverdim. Meni semirishim gormondan. Yotaman deydi. Turmasdan ovqatlanaman, kelib meni ovqatlantirishadi, uxlayman, turaman, ovqatlantirishadi, uxlayman deydi. Semirish sababi chaqaloqligimizdan keladi desam, ishonasizmi? Ozdirgan eng katta yoshingizdagi mijozingiz necha bo'lgan? Esimda qolganini aytaman. Nimaga oshqozonni kestirib ular ozyapti? Ko'kosh operatsiya nimasini markazini reklama qildi, nimaga og'zi kuymadimi deyishingiz mumkin. Ko'koshdagi vrachlarning eng katta xatosi Assalomu alaykum. Ko'kosh kestirmasdan ossa bo'larmidi degan savolni ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari muhokama qilishyapti. U nekrozga uchragandan keyin shifoxonada yotib, endi bariatriyani reklama qilyapti, oshqozon kichraytirishni. Bu qizni burniga suv kirmaganmi degichlar ham topildi. Va o'zi aslida semirish, tanani osilib ketishi, abdominoplastikagacha bo'lgan jarayonlar hammasi bu nafs bilan bog'liq deb ta'kidlab kelamiz. Shuning uchun ham bugun ana shu mavzuni muhokama qilish uchun studiyamizga yana bir suhbatni tashkil etish uchun Diliya Aslidinovani taklif qildik. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Ko'kosh abdominoplastika qildirmasdan ossa bo'larmidi? Shu qorindagi yog'ini ketkizsa bo'larmidi? Aynan shu jarayonning ichidagi juda ko'p insonlar bilan gaplashdim. Yaqindan suhbatlashdim. Hattoki shu klinikada ishlaydigan meditsina xodimlari bilan gaplashdim va asosiy muammoyimiz bu vaznda emasdi. Ya'ni bu jarayonni butunlay qoralashni o'zi xato. Malakali shifokor tomonidan tanani ortiqcha va korreksiya qilinadigan joylarni qilsa bo'ladi. Lekin bu yerda eng katta muammo bu vaznda emasdi. Ya'ni avvalambor u yetarli darajada ozishi kerak bo'lgan. Tasavvur qiling, tanamizni yog' qatlami ko'p va yog'imiz qanchalar ko'p bo'lsa, shunchalar terining bitishi qiyin bo'ladi. Mana shuni hisobiga Ko'koshda bu narsa tez yuz bergan. Avvalambor odamlar shu kestirishadi. Faqatgina Ko'kosh timsolida emas, u timsolda bir nechta bu jarayonga qiziqqan minglab insonlarga dars bo'ldi deb o'ylayman. Dietasiz ham zo'r ozsam bo'ladi. Oshqozonimni kestirib, dieta qilmayman, maza qilib ozaman deyishadi. Vaholanki operatsiyadan oldin dietologga muhtoj bo'lishadi. Operatsiyadan keyin tutilishadi. Ya'ni ular dietologsiz umuman oza olishmaydi. Mana shu uchun birinchi o'rinda operatsiyani o'ylashdan oldin nafsni tiyish yo'llarini to'g'ri yo'lga qo'ya olish kerak. Menimcha Ko'kosh misolida operatsiya qilishni xohlagan, operatsiya bilan ozuraman, pul bo'lsa bo'ldi ekan deydigan insonlarga katta dars bo'ldi deb o'ylayman. Nekroz masalasida nima fikrdasiz? Nekroz bu har doim ham vrachlarning aybi bilan bo'ladigan holat emas. Ijtimoiy tarmoqlarda propagandani juda ham ko'p ko'rdim. Ya'ni vrach aybdor. Da, men vrachlarning yonini olaman emas. O'zimni boshimdan o'tgan narsa, yaqin insonim ham nekroz bo'lganlar. Nekroz ikkita tomonga juda ham bog'liq. Birinchi o'rinda vrachni to'g'ri tajriba bilan operatsiya qilingani, bu vrachlardagi eng katta ayb bu vaznda emas edi. Nekrozni katta ehtimoli yog' qatlamini ko'pligi, bitishi qiyinligi. Mana shu. Ikkinchisi, malakali inson qilmagani. To'g'ri, men operatsiyani boshida o'tirmadim, lekin malakali inson qilingan har bitta chokaga, har bitta eshigiga, liposaksiya jarayonlariga javob bera oladi. Ular esa bu narsani qila olishmadi. Uchinchisi, bu bemorni tana parvarishi. Haqiqatan operatsiyadan keyin o'zini reabilitatsiya holatini to'g'ri saqlay olishi bu yerda muhim. Masalan, turib yurish, haqiqatan ichish ham, chekish ham, balkim bo'lgandir, balkim yo'q. Dietagacha bog'liq. Oddiy shamollashib boshidan kechirgan yaqin insonim operatsiyadan 3 kundan keyin nekroz bo'lganlar. 3 oygacha davolaganmiz. Bu insonni onamlar oddiy grijani, kindik grijasini oldirdik. Malakali o'zim ishongan xirurgga, o'zim shaxsan ishlaydigan xirurgga qildirdik, lekin oradan 4-5 kun o'tib nekroz holatini ko'rdik.
nekroz holatini to'xtatish uchun o'sha vakuumlarni hamma narsani ishlatdik, lekin afsuski bu jarayon uzoq muddat davolanishni talab qiladi va qayta operatsiya bilan nekroz joyi olib tashlanib qayta tikildi va eng qizig'ini aytaymi, teri odatiy terizdek bo'lmaydi. U qorni ochib ko'rganingizdan keyin juda ham katta nekroz o'rnini, chandig'ini ko'rasiz. Va kokoshda ham bu holat bor. To'g'ri, biz uni hozirgi operatsiyadan keyingi holatini ko'rmadik, lekin bu chandiq butun umrgacha qoladi. Biz xirurglar bilan gaplashganimizda terini transplantatsiya qilib bo'lmaydi, ya'ni ko'chirib o'tkazib bo'lmaydi deb aytishdi va shundan ham xulosangizni tasdiqlash mumkin. O'zi aslida ijtimoiy tarmoqda endi faol bo'lganlarni tashqi ko'rinishiga qarab siz ham baho berasiz, baribir dietolog sifatida. Ya'ni bu bunday korreksiya qilish kerak, bu bunday korreksiya qilish kerak. Aslida mana shu qomatni abdominoplastikasiz joyiga keltirsa bo'lmasmidi? Bo'ladi. Aslida mana meni semirishim gormondan. Men ozolmayman diyeta qiladigan deydigan insonlar borda. Tasavvur qiling, xo'p, gormondan semirdingiz. Nimaga oshqozonni kestirib ular ozyapti? Aslida bu yerda muammo endokrinolog bilan edi-ku. Masalan, siz mana shu 1 stakan sig'adigan suvni juda kichkina holatgacha olib kelyapsiz operatsiya yo'li bilan va juda kam ovqatlanasiz. Nimaga shuni tabiiy yo'l bilan qilib bo'lmaydi? Shu holatgacha. Gormondan semirdim deydiganlarning eng katta bahonasi bu operatsiya qilaman, ozaman. Logichni o'ylasak, gormonal o'zgarish operatsiya bilan battar bo'lsa bo'ladi. Chunki biz narkoz olamiz, biz lecheniya olamiz va operatsiya tana uchun juda ham katta stress. Mana shuni hisobga olish kerakda. Boshi nafsga borib taqaladi. Minuslarini aytishmaydi. Siz aytdingiz, kokosh operatsiya nimasini, markazini reklama qildi, nimaga og'zi kuymadimi deyishingiz mumkin. Bu yerda eng katta muammo reklamaning kuchi. Vaholanki oshqozon kestirishni ham shunaqa xirurglarni operatsiya jarayonlarini hech qachon omadsizini qo'yishmaydi. Mana biz qila olmadik, mana faqat har bir inson tabiiy o'zi xulosa chiqarishi kerak. Oshqozoningizni kichkina qilib kestirasizmi yokida diyeta qilasizmi? Birinchi o'rinda nafsga bog'liq. Intizomga. Intizom deganda siz har doim Sarvar aka erta uxlayman, erta uyg'onaman deb o'zimizga va'da beramizda, lekin bir kun soat 9-10 da uxlab, keyingi kuni 1 gacha davom etamiz. Aslida har kuni yarim soatdan uyquda vaqtimizni to'g'irlab kelsak agar, intizom bilan qilsak, bunga odatlanishimiz osonroq bo'ladi. Men diyetani ham, parhezni ham xuddi shunga o'xshataman. Bo'ldi, bugundan umuman non yemayman. Umuman hech narsa yemasdan suv ichaman yokida zo'r diyeta qilaman deydi, 2 kun. Asli zararli narsalarni sekin-sekin chiqarib, intizom bilan olib borsa, to'g'ri o'zi sekin bo'ladi, natija sekin ko'rishi mumkin, davomiy bo'ladi. Undan tashqari yuqoridagi savolimga ham yana oydinlik kiritib ketsangiz, mana shu kokosh o'z hajmini hech qanday plastik jarrohlik amaliyotlarisiz yana holatiga keltirsa bo'larmidi? Chunki u qadar katta emasdi demoqchiman-da. Aniq bilamanki, kokosh meni qo'limga tushganda men unga 1 oyning o'zida shunaqa zo'r rezultat olib berardim. Hech qanaqa qiynalishsiz. To'g'ri, o'tdi-yu deyishadi, mana o'tgandan keyin gapiryapti bu deyishadi. Yo'q, aslida biza eng kam harakat bilan eng zo'r rezultatni ham olsak bo'ladi. Faqat mutaxassisni topsak bo'ldi. Nuqtasiga tushish kerak. Ha, xuddi shunday. Uni operatsiyasi o'zi bo'lgandan keyin terisi osilsa, masalan, bo'ksasida ozginagina yog'i qolib ketsa, qaysidir qo'lini, qaysidir joyi semiz bo'lsa, unda qilsa bo'lardi. Lekin bu holatida unga operatsiya emas, avvalambor sog'lom ozish kerak edi. Afsuski desak ham bo'laveradi, chunki ayni travma bilan endi butun umr yashashiga to'g'ri keladi uni va bundan psixologlar yordamida balki chiqar, balki yo'q, lekin aynan mana shu hajmdagi insonlar uchun hozirgi gaplaringiz yaxshi turtki bo'lsa ajab emas. Endi diyeta masalasiga keladigan bo'lsak, hozir semizlik butun dunyoda trendga chiqayotgan masala bo'lib turibdi va ozish mavzusi ham. Choyxonalarda, kafelarda o'tirsangiz 4 ta odam yig'ilsa, albatta semirish va diyeta mavzusi o'rtaga chiqadi. Ya'ni semirib ketyapman, vaznim ortib ketyapti, unday bo'lyapman, bunday bo'lyapti. Falonchi u fitnessga borgan ekan, bat beribdi, bunday bo'libdi. Va shuning uchun savol bermoqchiman. Ozishni yosh tanlaydigan chegarasi bormi? Chunki 60-70 yoshli ayollar bilan ham gaplashaman ba'zida. Tizzam og'riydi, ozolmayman deydi, men qarib qoldim deydi-da.
Shuning uchun yosh toifasida dietalar qanaqa bo'ladi va foydali bo'ladimi o'zi? Qancha erta boshlashsa aslida shunchalar oson bo'ladi. Ya'ni bolalar semizligi bizda hozir ko'p, asosan 8, 9, 10 yosh va o'suvchi organizm 13-15 yosh oralig'ida gormonal semirayotgan va hattoki ovqatlanish tartibida ham kichkina perekussiyalar juda ham ko'p. Mana o'zimizni bolalarimiz ham bog'chaga borishadi, yo'l-yo'lakay bananlarni, yo'l-yo'lakay mahsulotlarni ko'p iste'mol qilishadi va shunga yarasha harakat ko'p. Masalan, siz qizingizni orqasidan 1 soat yugura olasizmi? Yugura olmaysiz. Aslo yo'q. Kuni bo'yi charchab qolasiz-da 1 soat o'zida. Bolalar ko'p energiya sarflagani hisobiga 8-9 yoshgacha deyarli unaqa semirishmaydi. Asosiy kam harakatlilik 12-15 yosh oralig'idan boshlanadi. O'sha avtomobil minishni, o'sha taksilarda yurishni, avtobuslarda yurishni, kamroq yurishni odat qilishadi va dangasalik asta-sekin uyg'onadi. Metabolizm holati esa 30 yoshgacha zo'r ishlaydi. 30 yoshdan keyin siz faqat organizmga yordam berishingiz mumkin. 30 yoshgacha organizm sizdan hech qanaqa na bad, na vitamin, na kollagen hech narsa so'ramaydi. O'zida bor resursni u ishlatadi. Keyinchalik qaysidir resursiz, masalan siz oziq-ovqatingizdagi kalsiyingiz kam. Organizm o'zidagi bor kalsiyni ishlatib joyini to'ldirdi-ku. Endi tashqaridan so'raydi. Siz agar uni tashqaridan ratsion orqali bermasangiz, qo'shimchasiga bermasangiz agar organizm tanazzulga uchraydi. Ya'ni tizzamiz og'riydi, bo'g'imlardagi qaysidir qismlarimiz og'riydi. Bu bitta kalsiy misolida. Magniyimiz bor, kollagenlarimiz bor. Qanchadan qancha vitamin, minerallarimiz resursi 30 yoshgacha ishlaydi. Undan keyin biz organizmga doimo yordam berishimiz kerak. Shuning uchun aytaman, 30 yoshgacha ozish zo'r bo'ladi. Keyinchalik har bir yilda qiynalasiz. Ozdirgan eng katta yoshingizdagi mijozingiz nechi bo'lgan? Esimda qolganini aytaman. 69 yoshda 67 kilo ozgan mijozim borlar. 67 kiloga ozganmi yoki 67 kilo vazn tashlaganmi? 67 kilo vazn tashlagan. 155 kilodan shu yerda xohlasangiz rasmini qo'yaman. 155 kilodan 88 kilogacha ozganlar. Ozish uchun nima harakatlar qilgansiz? Shunaqa ozish uchun Dilya opagacha deylik mana. Dilya opagacha ko'p harakat qilganman baribir. Non yemayapman, shirinlik yemayapman. Endi suvni ham ichganman. Bilib ichmayapman-da, shuni qanday ichish kerakligini bilmay ichganman. Baribir ozganim yo'q shu vaqtimda. Umuman ozolmagan. Shunchalik harakat, umuman ozib bilmadim. Faqat dori-porilar ichganmisiz ozishga? Yo'q, ozishga dori ichmadim. Kokteyllar? Yo'q, kokteyllar ham ichmadim. Aha, vrachlar Ha, bor. biladi. Faqat harakat qildim, shirinlik, non yemaslikdan baribir ozib bilmadim. Qanaqadir sport mashqlari bo'lganmi? Qildim baribir. Qo'ldan kelgancha qildim, mashqlarni ham. Unda ham baribir foyda bo'lmagan. Foyda bo'lmadi. Xo'p, Dilya. Suvni noto'g'ri ichganman men. Ha, shu. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Sizda ham. Suvni noto'g'ri ichganman. Suvni ham bilib ichish kerak. Dilya opani qanday topgansiz? O'zi qizim qatnashgan boshda. 1 oy qatnashib, o'zini vaznini yetib oldi qizim. 1 oy ichida. Qatirish programmasini ham o'tdi 1 oydan keyin. 9 kilo ozganlar esimdan chiqmaydi. Shu qatirish programmasini ham o'tdi u sizda. Keyin meni qo'shib qo'ydi. Oyijon siz ozingda. Opa siz ozingda baba. Ishondingizmi? Ishondim men, ishondim. U ozgandan keyin ishondim axir. Shu natija bo'lganda chunki. Natija oldi. Sizda qanaqa bo'ldi? Jarayon bosh qanaqa bo'ldi? Menda zo'r oldi lekin. Birinchi oyda 8 kilo ozdim. Keyingi oylarda 8-7 kilodan ozib bordim. Har oy stabil. Har oyda ozdim, yaxshi ozdim. Lekin ko'p ham ozganim yo'q, 10-12 kilo chiqib ketmadi. Lekin 8 kilo 7 kilo bo'lgan. 7-8 kilo, 6 kilo shunday ozib bordim har oyda. Keyin bir yilda 55 kilo ozdim. Qoyil. Bir yil natijasini olganlar esimdan chiqmaydi. Yo'q-e? Ha. Bu real fakt. Ha, biz u kishidan intervyu ham olganmiz Xorazmga borib, chunki bu ham yosh doirasida juda ham katta natija. Hamma 20 yoshli qizlarda bunaqa energiya yo'q, chunki u kishining aytishlari bo'yicha mashq qila olmasdim turib, qo'ltiq tayoqda qolganlar va devorni burchagiga temirga ip qoqib, xo'jayinlari turib mashq qilishi uchun plankalarni bajarish uchun ip qilib bergan ekanlar. Boshida shunaqa qilib 8 kilo ozganlar, undan keyin yurish boshlaganlaridan keyin har kuni yo'q deganda 2 kilometrdan 2 marta yuraman. Ertalab 2 kilometr, kechqurun 2 kilometr dedilar. Intervyulari ham bor. Hayot o'zi uchun kerakligini o'zi tushungan insonlardan bittasi. Chunki bu insonni men aytaman,
tibbiy savodxonaga borlik. Bu kishi pediatr. Shunga ham e'tiborli bo'lish kerak. Pediatr va bir dugonalari oshqozonni kestirib, juda ham og'ir ahvolga tushgan ekanlar. Shundan keyin pul bo'lsa bo'ldi deydiganlar uchun sharoiti zo'r inson, lekin u kishi men shu yoshgacha semirdimmi, tabiiy semirdimmi, tabiiy ozaman deb qatnashgan ekanlar. Hozir 155 kilo holatda 67 kilolik nima bo'lgan ayolda? Yog'mi yoki suvmi? Yog'. 67 kilo ya? Yo'q, hali ham bor. 88 kilo bo'lsalar, hali ham ortiqcha vazn bor. Chunki bo'y darajasi unchalik baland emas. Hozir men bo'y darajam 1.70. Oxirgi o'lchaganimda 91 kilo vaznda ekanman. Menda shunda hozir 20 kilogramm atrofida ortiqcha yog' bormi yoki suv yig'ilganmi? Bu yerda suv bor yo'qligini albatta sizni maxsus tarozi orqali ko'rish mumkin. Bu birinchisi va sizni ozish haftangiz bo'ladi-yu, boshidagi haftada asosan bizada suv ketadi. Yog' to'qimalari juda ham qiyin parchalanadi va bu jarayon uchun bizda kaloriya yoqish kerak. Ya'ni biz sport bilan muntazam yengil harakat bo'lsa, masalan, fitnesga bora olmaydi, lekin uyda 15 daqiqa raqs tushishi mumkin. Ayol bo'lsa yoki erkaklarimiz bo'lsa, kuniga yarim soat, 1 soat piyoda yurish mumkin. Hech bo'lmasa uydan kelayotganda ikkita bekat nariga tushib, ishgacha yoki uygacha piyoda kelish mumkin. Xuddi shunday dinamikani oshirsak, yog' tezroq eriydi. Tana massa indeksi bo'yicha sizni hozirgi holatingizda siz semizlikning birinchi etapidasiz. Ya'ni siz уже semizlik tashxisi qo'yilgan bemorsiz. Ko'p ayol aytadi, "Men semizman, semizlik bormanda" deydi. Yo'q, semizlikdan tashqari bizda nima bor? Ortiqcha vazn borligi bu semizlikka kirmaydi. Kokoshdagi vrachlarning eng katta xatosi bu yerda unda operatsiya qilishda ko'rsatma yo'qligi. Kokos shunaqa jarayondaki, u na oshqozonni kestirib biladi, chunki u yerda semizlikning 3-darajasidan ortiqcharoq bo'lishi kerak, na operatsiya qila oladi, chunki u yerda tana massasining ortiqchaligi bo'lishi kerak. Kokoshi bu holatda u semizlikning 2-darajasida. Mana bu yerda unga operatsiyagacha oshqozonni kestirmoqchi bo'lsa, ozgina semirish kerak edi, yoki yog'ini oldirmoqchi bo'lsa, ozishi kerak edi, kamida 10 kiloga. Shundagina u organizmi tiklanishi ham oson bo'ladi, nagruzkaga yuklamaga kamroq qolardi. Hozir menda telefonda o'zini maxsus qurilmasi bor-ku, kuniga qancha kilokaloriya yoqqaningizni ko'rsatib beradigan. Yurish orqali sizdagi jarayonlarni ifodalab beradi. Hozir topayda kaloriyamizni ko'ramiz. Qancha ishlatishimni va shu kaloriya bilan qancha yeyishim mumkinligini. Agar bizni teletomoshabinlarimiz bo'lsa, Play Market yoki App Store'da kalkulyator kilokaloriya degan programmalar juda ham ko'p. Hattoki suv ichish uchun maxsus programmalar qo'yilgan, eslatib turadigan yuklab olsalar foydali bo'ladi. Qarang, hozir men safardaligimda eng ko'p yoqqan kilokaloriyam 500 atrofida bo'lgan ekan. Juda ham kam. 500-600 atrofida. Endi O'zbekistonga qaytganimdan keyingisini tasavvur qilavering, mana qaytganimdan keyingi jarayonlar. Deyarli harakatsizlik. Endi bu telefon yonimda bo'lmagan paytlari ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Cho'ntakka solib yurmagan paytlar bo'lishi mumkin. Lekin o'zim haqiqatga shuni yaqin deb hisoblayman-da. Kelganimdan beri faqat dam olish, uxlash, turish, dam olish, uxlash, turish. Ammo yeb ichish joyida va o'sha biz har doimgidek xohlagandek bo'ldi. Endi 150 kilokaloriya yoqadigan odam yoki 400 kilokaloriya yoqadigan odam dinamikada necha kilokaloriya ovqat yeyish kerak o'zi? Aslida mana men shunaqa asoslab beraman. Siz asosiy kaloriyani qayerga sarflayman deb o'ylaysiz? Meditsina tomonidan qarasak. Asosiy kaloriyani tana a'zolarini mehnatiga sarflanadi-da o'zi aslida. Aslida mana 100% energiya iste'mol qilsak, hozir erkaklarning o'rtacha iste'mol kaloriyasi 2000 kaloriyadan 3000 kaloriyagacha bo'lishi kerak. Bu ortiqcha vazni yo'q insonda. Tana massasi joyida, sport bilan shug'ullanmaydi, lekin ortiqcha vaznli insonlar nima qiladi? Harakatni ko'proq, iste'molni kamroq qilish kerak. Demak, biz kaloriyani tushiramiz 1,5 mingdan 2000 gacha. Sizning hozirgi holatingizda va asosiy tana kaloriya kiradigan joyi bu organlar. 100% iste'mol qilsak, o'shandan chiqadigan energiyani organlarimiz 70%ni o'sha yurishimiz, jigarimiz, yurak urishi hammasiga ishlatadi. Atigi 30% bizda qoladi zaxira bo'lib. Va normal odamda bu odatiy hol.
u na ozadi na semiradi. Lekin ortiqcha vaznli insonlardagi asosiy muammo yog' birikmasi tarkibida, mana tanamizda yog' bor, u ko'p. Yog' birikmasi tarkibidagi uglerod birikmalari bir-biriga chambarchas zo'r bog'lanadi. Siz ortiqcha kaloriyani olib keldingizmi, u uglerod, ikkita uglerod birlashadi va sizda qoladi bu narsa. Sekin-sekin to'qimalar, xuddi asalari uyasida 1dan 2gacha, 2dan 4gacha xuddi mana shunday tez ko'payadi. Shuning uchun iloji boricha iste'mol kaloriyani kamroq qilib yoki ko'p iste'mol qilaman, yaxshi ko'raman ovqatlanishni deydiganlar uchun marhamat, harakatni ham joyiga qo'ying. Sarflang shunga yarasha. Shunda siz och ham qolmaysiz, immunitetingiz ham tushmaydi, organizmingiz ham sog'lom bo'ladi. Endi hozir qishloqdagi mehnat yo'q hech qayerda. Qishloqda ham yerni haydash uchun maxsus texnikalarni olib kelib pulga haydattirishyapti. Oldin ketmonlarda chopilgan bo'lsa. Va bugun bolalarga tutkazilayotgan ovqatni ham nazoratsizligi ko'payib ketganda, nafaqat zararli ovqatlar, balki katta kosada ovqatni qo'yib oxirigacha ichib qo'y deydiganlar bor. Va bu nosog'lom mehribonchilik deb aytaman-da. Bolani o'ziga qo'yib berish kerakligi haqida tushunchalar yo'q. Va aynan o'zbek ratsioniga qaraydigan bo'lsangiz, umuman teskari tuzilgan ratsionlardan iborat. Ya'ni kechki ovqatlar bizda yog'liroq va eng ko'p kaloriya beradigan ovqatlar va undan keyin albatta yotib ko'rpaga o'ranib uxlashimiz kerak bo'ladi. Endi hozir men mana shu vaznni tashlab olishim uchun qancha muddat dieta bilan va parallelni harakat bilan shug'ullanishim kerak? Hozir men mavzudan ozgina sizni gapingizdan boshqa mavzuga bursam xafa bo'lmaysizmi? Semirish sababi chaqaloqligimizdan keladi desam ishonasizmi? Biz chaqaloqligimizdan, tug'ilganimizdan semirishimizga fundament yaratib beradi onalarimiz. Bu yerda siz aytganday ovqatni oxirigacha yeb qo'y va stress bilan ovqatlan deganimiz. Chaqaloqni qaysi ona xotirjam va u xohlagan paytda ovqatlantiradi? Bu juda kam. Biz iloji boricha chaqaloqqa sut berayotganimizda ham, emizayotganimizda ham boshqa narsalarni o'ylab, tez emib olsam, ishimni qilib olsam, tez emib olsam, uxlab olsam, bola bilan to'g'ridan-to'g'ri kontakt yo'q va bola ham maksimal onadan ovqatni so'rib zaxiraga tezroq olib qo'yishga harakat qiladi. Tez. Va bu tez ovqatlanishimiz bolaligimizga ham borib taqaladi. Haqiqatan yeyish xohlamaydigan insonga hozir ovqatingni yeb qo'ysang, men seni parkka olib boraman. Hozir ovqatingni yeb qo'ysang, agar katta yigit, katta qiz bo'lasan, kuching ko'p bo'ladi deymiz. Va bolani maksimal oshqozoni hajmi qanchalik ahamiyatsiz, shu bir kosa ovqatni yeb qo'ysa bo'ldi. Mana shu bilan biz bolalarni kattalik darajasigacha o'sha katta bo'lgungacha semirishga zo'r tayyorlaymiz. Psixosomatika bu yerda o'zgaradi. Shu uchun bizda mentalitetda qolib ketgan ovqatni oxirigacha yemasang, o'g'il bo'ladi. Yeyishingga yarasha suz. Yarim kosa yemoqchi bo'lsang, yarim kosa suz. Bolamizga ham yeyishni xohlamasa suzib bermaylik. U o'zi xohlagan paytda o'zi xohlagan narsani iste'mol qilish kerak. Fundamentni qayerdan olib kelamiz? Ikkinchi tomoni biz xolodilnikimizdan, ya'ni muzlatgichimizdan boshlaymiz. Bola ko'rmagan narsasini talab qilmaydi. Mana bolam ko'p gazli ichimlik ichadi, ko'p chipslar yeydi, ko'p mana shunaqa snekchalar, har xil mahsulotlarni yaxshi ko'rib yeydi deydigan onalarni xaridida bu narsa bor. Siz xarid qilmasangiz, tasavvur qiling, bolangizga butun umr tuzsiz ovqat berdingiz. O'ziz oilaviy tuzsiz ovqatlanasiz. Menimcha bola tashqaridan tuzli ovqatni yesa agar bemaza tuyulsa kerak. Men noto'g'ri ovqatlanish shunaqa deb o'ylayman. Agar xolodilnigimiz sog'lom ovqatlar bilan, zararli mahsulotlardan kamroq, mayli butunlay olib tashlang yokida shirinliklarni umuman bermay emas, me'yorida bo'lsa agar, bola tashqaridan bu narsani qabul qilishi, kim bolamizga men senga har kuni shirinlik deb berib qo'yadi, men senga chips har kuni deb berib qo'yadi? Yo'q, faqat o'zimiz olib beramiz. Chunki buni ta'mini bola biladi va bizning oshqozonimizda xotirasi bor. Siz salat yeganda, grechkani qaynatganda ancha zo'r ovqatlanib kelingda, kimdir sizga grechka pishirib bersa, "Pay, men senga dietadaman, men senga kasalmanmi?" deymiz. Lekin agar sog'lom ovqatlanishni zo'r davom etadigan 3-4 oylab qiladigan odam uchun grechka go'shtdek tuyuladi. Chunki u mazza qilib yeydi. Balkim kommentda ham hozir aytayotganlar bordir. Yo, sen o'zing dietok bo'lganing uchun, sen o'zing dieta qilganing uchun shunaqa deb o'ylashsa kerak. Yo'q. Azaldan sog'lom ovqatlanadigan insonlarga salatlar ham zo'r mazali tuyuladi.
noto'g'ri ovqatlanishda ozgina ko'proq yeb qo'ysa agar organizm отказ beradi, ya'ni oshqozonimiz og'irlik his qilayotganini his qilamiz, og'irlikka tushayotganini. Voy, ko'p yeb qo'ydim deb qo'yamizda. Noto'g'ri ovqatlanadigan insonda u yo'q, bir tarelka oshni bemalol yeyishi mumkin. Shunaqa. Ikkinchi savol. Savolning ikkinchi qismi endi. Men normal vaznga qaytish uchun qat'iyat bilan shug'ullansam qancha vaqt ketadi? Balkim 1 oy, balkim 1 yil. Buni hech qaysi dietolog asoslab bera olmaydi. Chunki har bitta organizm individual. Buni men eksperiment tarzida ham o'tkazib borganman. Bir xil menyuni 10 kishiga berganimda deyarli 10 kishi har xil vazn tashlagan. Kimdir 2 kilogramm, kimdir 11 kilogramm. Feruz Muhammadni qanchada ozdirgansiz? 6 oyda. Shu holatga kelguncha. Ha. Hozir ham u dietada davom etyaptimi? Yo'q. Men nimaga mana butun umr dieta qilaman, dietologlar aytaveradi, butun umr o'ziga bog'lab qo'yadi. Psixologiya, psixosomatika va odat bu juda ham kuchli. Masalan, Feruz Muhammad ovqat bilan suv ichmaydilar. Chunki men uni taqiqlab qo'yganman. Ovqatdan keyin yarim soatdan keyin choy bemalol ichishlari mumkin, suv ichishlari mumkin. Kechqurun deyarli og'ir ovqatlarni 6-7 dan keyin og'ir ovqatlar. Bu yerda sho'rvalar, qaynatmalar emas. Og'ir va xamirli ovqatlarni deyarli yemaydilar. Buni men hozir u kishini nazorat qilmayman, chunki biz ishlab u kishini 20 kilogacha vazn tashlattirib bo'lganmiz. Lekin aytadilar, agar shuni og'ir ovqat yesam, o'sha kechqurun men uxlay olmayman. Oshqozonimda og'irlik his qilaman. Odatda bunaqa emas edim-ku. Odatda yengil uxlardim, yengil uyg'onardim. Qaysi kun og'ir ovqat yedimmi, uyg'ongim kelmaydi o'sha kuni, uxlab qolsam agar, kech turaman deydilar. Ya'ni u kishi sog'lom ovqatlanishni odatiy hayot tarzi bilan qo'shganlar. Ya'ni qat'iy dieta emas, shirinlikni ham zo'r yeydilar. Masalan, kofeni bir kunda 2 chashkagacha icharkanlar hozir. Chunki yaqin turamiz, ko'p ko'rishib qolamiz. Qo'llarda doim ko'rganimda kofe bo'ladi-da. Vaholanki men dietada kofeni haftada 2-3 marta aytaman. Bir kunda 2 marta bu organizm uchun kortizolni ko'tarish bilan barobar. Chunki kofein tarkibli kofelar o'zi umuman organizmdan magniyni yuvadi. Ya'ni o'zi bizda magniy tanqis. Stresslarimiz ko'p. Kofeni qancha ko'p ichsak agar shuncha kortizol yuqori bo'ladi. Bu esa yog' yig'ishga sababchi bo'lishi kerak. Lekin u kishi suv balansini joyiga qo'yganlar uchun, yaxshi uxlaganlari uchun va juda ko'p velosiped haydaydilar. Bunga e'tiborli bo'laman. Avtomobillari yo'q. Asosiy joyga velosiped, u ham dinamika, u ham harakat va umuman semirmaganlar. 69 dan 71 oraliqqacha o'ynaydilar. Hattoki 71,5 chiqqan kunim deydilar, piyoda yurishga chiqaman, ozgina vaznni nazorat qilay deb. Bo'ldi. Juda ham yaxshi. O'zi aslida men ham 2019-yildan beri rasmlarimga qarayman-da va shu ozishim kerak degan termin tilimga kirgan paytni hisobladim. Hamma etapda 2019-yildan beri shu gapni aytib kelar ekanman. Lekin u 2019dagi rasm ozg'inroq. Ozg'inroq, lekin hozirgisi semirib kelganman va hali ham shu gapni aytishda davom etyapman. Endi shu zaylda yana 1-2-3 yil davom etadigan bo'lsam, ortga qaytishim qiyin bo'lsa kerak. Sizga shu intervyuda taklif. Keling, sizga shou qilamiz. Vazningizni o'lchaymiz, mana shu ko'rsatuv oxirida vazningizni o'sha taroziga chiqqaningizni bizga balkim 2 oy vaqt qo'yamiz. Qani siz 2 oyda qancha rezultatga uchraysiz? Marafon e'lon qilamiz. Ha, marafon. Siz jarayonni o'zingizga videoga, telefoningizda videoga olib borasiz. Men sizga maxsus dieta yozib beraman va qani biz 2 oyda qancha rezultatga o'sha yetamiz va 2 oydan keyin mana shu joyda sizni vazningiz, balkim siz ozolmassiz. Buni ham aytib o'tishim kerak. Balkim men sizni ozdira olmasman. Mana shu holatda biz e'lon qilamiz. Qani 2 oyda odam o'rtacha. Mana kafolat beradigan bitta kiloyim bor. Bu siz 2 oyda kamida 4 kilodan 15 kilogacha vazn tashlashingiz mumkin. Bu eng kami va eng ko'pini aytyapman. Hozir aytyapsiz, juda qiyin bo'lsa kerak degan podsoznательно ong ostidagi problemalarim kelib chiqyapti-da. Feruz akam menga kilolari bilan 89 kilo bilan kelganlar. Shuni kelganlarida 1 oyda ozaman, nasib bo'lsa. 1 oydan keyin intervyu qilamiz. Ichimda ha deb qo'ydim. 20 kilo juda katta ortiqcha vaznda. Keyin 1 oydan keyin o'sha ko'ryaptilar 2 kilo rezultat, chunki anomal sovuq vaqtiga to'g'ri kelib qoldi. Mana shu paytda gazlar, svetlar yo'q paytga bo'lib qoldi-da.
dieta qila olmadilar. 1 oy o'tdi, 2 kilo vazn. Ikkinchi oyda 5 kilo vazn. Xullas kichkinadan tez natija keyin chiqib ketdilar. Boshidagi oyda zo'r rezultat bo'lmadi-da, stressga tushmang, keyingi oyda zo'r bo'ladi deb motivatsiyani berib turdim. Balkim sizda birinchi oy umuman rezultat bo'lmasdan ikkinchi oyda bo'lishi mumkin. Shuning uchun 2 oylik plan qo'yamiz. Ya'ni bu menimcha muvaffaqiyatli 60 kun challenge marafoni bo'lsa kerak. Qarab turinglar. Faqat sizga shartim o'sha qadamlaringizni, o'zingizni emotsional holatlaringizni telefoningizga YouTube formatida video olib tursangiz, intervyuimizni orasiga qo'shib boramiz. Albatta, bitta katta film qilamiz. Ha. Bo'ldi, kelishib oldik. Demak, shu jarayonlarni live formatda yoritib boramiz, xudo xohlasa. Va bu aytganingizdek mas'uliyat ham bo'ladi menga, kuzatuvchilar orasida siz ko'rmayapti-ku deb nimadirlar yeb qo'ymasligimdan to'sadi, yeb qo'yishimdan to'sadi. Bu ham menimcha kuzatadigan insonlarga foyda, chunki siz boshingizdan shu jarayonni kechirgan holatda gapirish boshqa. Chetdan kuzatadigan inson bo'lib gapirish umuman boshqa. Shuning uchun men dietolog semizni dietologlik qila olmaydi desa ishonmayman. Chunki agar u olsa, undan juda zo'r motivator ham chiqadi, juda ham zo'r odamni o'sha ozishga boshlaydigan inson chiqadi. Chunki 50 kilo bo'lgan, tabiiy, umuman semirmagan insonni dietologlik qilishi bu juda qiyin. Chunki bu inson men ovqatni buzib qo'yapman, dieta qila olmayman desa, qanday buzib qo'yasiz? Buzmaydi deb oddiy qaraydi, lekin semirib ozgan inson uni emotsiyasini, unga kuch kerakligini, qanday qilib bu yo'ldan o'zini chalg'itish kerakligini yaxshi biladi. Boshidan o'tkazgan odam sifatida. Xuddi shunday. Ijtimoiy tarmoqlarda ham eng ko'p ko'riladigan va bir-biriga ulashiladigan videolar turli detokslar bo'lib ketdi-da hozir. Kofega ko'k choy aralashtirib ichish yoki sut bilan ko'k choyni to'xtamasdan ichish, ovqat o'rniga shuni yeyish, to'yga bormoqchimisiz, to'yingiz bir haftadan keyinmi, sizga 3 kunlik retsept beraman, 3 kunda 10 kilo vazn tashlaysiz degan retseptlar va bu retsept meniki edi o'zi deb bir-biridan talashlar ko'payib ketdi. Mana shunaqa hech narsa yedirmasdan turib, qisqa fursatda katta vazn tashlata oladigan detokslarga qanday qaraysiz? Aslida bu yo'nalish bor. Bizda dieta turlari juda ham ko'p va har bitta detoks, masalan, siz dietani bir qancha turlarini bilsangiz, siz asli malakali dietolog bo'lasiz. Men dietologman, ratsional ovqatlanish bilan shug'ullanaman. Odamlarni o'sha balanslangan holatda och qolmasdan non yesin, xamir ovqat yesin, detoksni ham iste'mol qilsin, salatni ham yesin va me'yorida sekinroq olsin tarafdoriman. Lekin men paleo dietasini qoralay olmayman, chunki men paleo dietasini ham o'qiganman. Men detoksni qoralay olmayman, uni minusini yaxshi bilaman va uni ham o'rgata olaman. Men keto dietani umuman qoralamayman. Sababi men u yo'nalishni ham bilaman. Uni plus qanaqa, minus tomoni qanaqa, buni yaxshi bilaman. Va bu detokslarni biz qoralash tarafdori emasmiz. Faqatgina insonlar bilishi kerakki, bunaqa kokteyl, bunaqa choylar bilan davomiy rezultat ola olmaysiz. Siz tez ozmoqchisiz, tana ob'yom holatidan siz aytganday, meniki suvmi yoki yog'mi deganday. Siz iloji boricha suvingizni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, bunaqa detokslar zo'r ishlaydi. Lekin bularni ma'lum bir muddat qila olmaysiz. Birinchidan immun tizimini tanqislikka uchraysiz, immunitet tushib ketadi. Ikkinchisi, bizning oshqozon osti bezimiz har bitta mahsulot hazmi uchun bizga insulinni ishlab chiqarib beradi. Bu detokslar asosan nimadan qilinadi? Mevalardan qilinadi, sut mahsulotlaridan qilinadi. Ya'ni hammasi insulinni ko'taradigan mahsulotlar. Qancha insulinimiz ko'tarsa, bizda gormonal o'zgarish shunchalar yuqori bo'ladi. Mana shu uchun men ham bu detokslarni qanaqa tartibda beraman bilasizmi? Bir kun shu detoksdan shug'ullanasiz, 3-4 kun ratsional ovqatlanish. Keyinchalik yana qilsangiz bo'ladi va shunda ham issiq ovqatni olib tashlamaysiz. Ya'ni ertalab nonushtada qilishingiz mumkin. Kechqurun kechqurun 6 dan keyin kechki taom o'rnida yoki uxlashdan oldin iste'mol qilishingiz mumkin. Yoki kunduzgi ovqat bor-ku, issiq ovqat, go'sht iste'mol qilasizmi, nima yesangiz ham non bilan yeyishingiz kerak. Mana shundagina organizm balanslangan holatda ozishi mumkin. Siz bir kunda 3 mahal ham bu detoksdan ichib organizmni och qoldirdingizmi, xo'p 2 kun qilarsiz. Ovqat yeganingizdan keyin organizm aytadi, "Meni zaxiramni san sarflagandek, zaxiramni o'rniga qo'yishimiz kerak. Ko'proq ovqatlanasiz." Mana ishtaha nimaga men dietadan keyin 2 barobar semirib ketdim. Xo'p, siz organizmni yuklamaga qo'yib, uni kerakli kunlik o'sha organlar uchun ishlatadigan kaloriyasini bermadingiz-ku. Mana shuni balanslangan holatda iste'mol qilish kerak.
206 kilolik adashmasam yo 216-206 kilolik odam bilan gaplashgan edimda, oshqozon kichraytirishga majbur bo'lganidan Andijondagi Sihat klinikasida jarrohlik amaliyotini qildirgan. Va mana shu kishi aytgan edi, men 10 kilo vazn tashlab, qisqa fursatda 20 kilogramm yig'ib olaverdim. Yana 10 kilo tashlayman, yana 20 kilogramm. Har safar bir qadam orqaga, 2 qadam oldinga yuradigan bo'lib qoldim. Men hattoki Jizzaxga borib keldim, qanaqadir qatiq ichirishdi, asalari terapiya qildik, nimadir vazn tashlayman, yana qaytganimdan keyin yana 10 kilo qo'shib olaverdim degan gapni aytdi va shu holatgacha yetib borgan. Hatto uyda yotaman deydi. Turmasdan ovqatlanaman, kelib meni ovqatlantirishadi, uxlayman, turaman, ovqatlantirishadi, uxlayman deydi. Bunga nimalar sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? Rahmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov, birinchi prezidentimiz, yomondan qo'rqma, yomonligini qiladi, senga qanaqadir zarar yetkazishi mumkin. Yaxshidan qo'rqma, yaxshi-yu, befarqdan qo'rq degan ekanlar. Befarq inson avvalambor atrofdagilarga emas, o'zini tanasiga befarq. Siz uni faqatgina ozish uchun qilgan harakatlarni necha yildagisini ko'rdingiz. Bu harakatlarning hammasini jamlasangiz agar aslida 2-3 oyga bormaydi. U shuncha yil yashab qo'ydi-ku. Asosiy sizni holatingizda ham aytishim mumkin, 2019 dan beri ozishga harakat qilasiz. Lekin 2019 dan beri sog'lom ovqatlanishda bo'lganingizda hozir qancha kilo vazn tashlardingiz? Butun boshli insonni vaznini tashlardingiz. Bu insonlarda ham asosiy narsa mehnat qilishni boshlashadi, qanaqadir sabab bilan tashlab qo'yishadi va keyinchalik boshlashmaydi. 10 kilo ozdim, ha bo'ldi, 10 kilo yetadi menga deyishadi, bo'ldi, menga yetarli, endi men semirmayman. Yana o'sha odatiy hayotga qaytadi va organizm juda ham ayyor. Siz o'sha tashlagan 20 kilo, 10 kilo vazningizni ortig'i bilan zaxirasi joyiga qo'yadi, chunki siz eski odatingizga qaytdingiz. Shuning uchun dietani asosiy holatimiz bu o'sha eski hayotimizga emas, yangi hayotda to'g'ri ovqatlanish bilan noto'g'ri ovqatlanish shunaqa aralashtirish kerak. Siz ham ovqat yeng, xo'p mayli, kechqurun masabetda yeng. Siz non yeng, ertalab nonushtada maza qilib non yeng. Siz kokteyl ichyapsizmi, kechqurun uxlashingizdan oldin iching. Mana dietani qanday qilib o'rniga olib borish kerak. Siz bir kunda 1,5 litr suyuqlik ichsangiz, bemalol o'sha kuni bir chashka kofe mumkin, bemalol bir stakan gazli ichimlik mumkin. Suvni o'rnini qo'ymasdan, kunlik suv balansini ichmasdan gazli ichimlik ichamiz. Choy ichamiz. Mana shuni hisobiga organizm o'zini yetarli, kerakli narsani olmagandan keyin yog' to'qimasiga ortiqcha narsani olib qo'yadi. Suv balansiga juda ko'p narsa bog'liq. Chunki asosiy tanamiz o'zi tuzilmasi 65-70% suvdan iborat desak, kaloriyani yoqishimiz, metabolizmi tezlashi, ovqat hazmi suvga juda bog'liq. Bizani mentalitetda suv ichish madaniyati anchayin rivojlanyapti. Targ'ibotlar kuchli bo'lgani, bir kunda har bitta inson kamida 1-1,5 litr o'rta vazn, o'rta yoshli insonlar suv ichish kerak. Semirishni oldini olish uchun ham. O'zi aslida bilasizmi, siz bilan har safar intervyu qilganimizda yangi mavzular ochilib ketaveradi-da. Demak, dieta, to'g'ri ovqatlanish, dieta demaylik, dieta desak odamlar qo'rqib ketadi, stressga tushib qoladi, tana shok holatida qolib ketadi. Parhez stollari borda, klinika, sanatoriyada davolanadigan insonlar uchun sizni kasalingizga qarab yozadigan dieta turlari bor. 15 ta deb olsak, bularni umumiy, masalan, buyrak kasal bo'lgan insonga iloji boricha oqsilli mahsulotlar iste'mol qilmaydi, suvni kamroq iste'mol qiladi. Sahr bo'lgan inson aksincha ko'proq o'sha shirinliklarni kamaytirib, oqsillarni ko'paytiradi va shu dietada semizlik kasalligi parhez stollarida 8, 9, 10 ga kirar ekan. Ya'ni shu 3tasi semirish davolovchi stol turiga kiradi. Va azaldan bizda qolgan san dieta qilsang kasalmisan? Yoki qaynatma ovqat qilsa agar nima kasallarning ovqatini qilding? Bizni mentalitetda o'sha SSR davridan beri bu narsa qolgan. Aslida yengil milliy taomlarni iste'mol qilib ham o'sha parhez stolni zo'ra borsa bo'ladi. Bu milliycha ozish. Odamda dieta tushunchasidagi ochlikni olib tashlasin. Men aytaman, sog'lom ovqatlanish eng to'g'risi shu. Zararni kamaytirasiz, sog'lomini ko'proq kiritasiz. Bo'ldi, shunda rezultat bo'ladi. Demak, sog'lom ovqatlanish borasidagi mavzular kavlasangiz chiqib kelaveradigan mavzular. Shuning uchun ham yuqoridagi e'lon qilingan challenge-ni, demak, kuzatuvchilar bilan birgalikda amalga oshirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Nasib etsa,
2 oydan keyin. 2 oydan keyin mana shu intervyuni ko'rdingizmi? Shu sanadan boshlab hisoblaysiz va nasib bo'lsa siz bu o'rtada Sarvar Bundan akam boshlaymizmi? Ertadan boshlaylik. intervyu qachon chiqsa, Sarvar akam o'rtada safarga ketadilar. Eng sinaladigan payt, chunki da. men Feruza aka bilan ishlagan paytimda Yaponiyada bo'lib qolganlar. Yaponiyani bilasiz? Har bitta ovqatlari bizni to'g'ri kelmaydi va fast food iloji boricha. Lekin shu joyda ham juda ham zo'r bajarib 2 kilo ozib kelganlar. Sizga ham mana safarlarda bo'lasiz. Qani eng qiyin boshqa millatning ovqatlanishida dieta qanaqa bo'ladi? Shularni ko'rasiz. O'zingizni 2 oy tayyorlang. 10 kunlik safarim bor orada. May oyida va maydan keyin ham yana davom etadi. U bormoqchi bo'lgan davlatimiz ham jabr ovqatlari bilan xursand qiladigan davlat emas. Demak, birgalikda qiziq jarayonlarga tayyor turing deb e'lon qilsak bo'ladi. Challenjni kuzatmoqchi bo'lganlar uchun Sarvar akamning Instagram sahifalariga o'tsalaringiz bo'ladi. O'sha joyda qo'yib borish talabini qo'yibman. Kuzatib, qo'llab-quvvatlab Sog' turasizlar. bo'ling. Rahmat, xush kelibsiz. Sog' bo'ling.